رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Şani şevketlik ulu egisi bolgan Allah subhanahu ve taalaga hamd sanalar bolsun. Bütün insaniyetning faxri Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge Allah'ın salami ve rahmeti bolsun. Bugün 1942 yılı Mahi Muharremning 9. günü sizlarga tanıştırmakçı bolgan muhim tarihi izladın Peygamber aleyhissalatu vesselam hayatida tunji qitim cuma namaz o'qigan masjidni tanıştırıp o'timiz. Bu mescidinki ismi Cuma Mescidi yoki Jilg'i Mescidi, Atika Mescidi yoki Gömbez Mescidi degandek ismlar bilan mashhur. Lekin Cuma Mescidi nomi eng mashhur bo'lgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Quba mahallasiga kelgandan keyin dastlabki 4 kun jarayonida Quba mahallasiga turdi. Quba mahallasiga kelib 4-kuni Peygamber sallallohu alayhi vasallam osh vaqti bilan zavoldan burun Cuma günü Medine tarafga qarab yo'lga chiqdi. Bu orliqda Peygamber sallallohu alayhi vasallam hozirgi shu Cuma masjidinki o'rni Ranuna jilg'isi deymiz. Shu Ranuna jilg'isining oldidan o'tgan vaqtida Hazraj qabilasidan bo'lgan Salim jamoatidagilar Peygamber sallallohu alayhi vasallamga oldin to'sdi. To'sib ya Rasululloh bizning o'g'uchisizlar, sizni biz qo'g'daymiz. Sizlarga biz mehmondochilik qilaylik degan vaqtda Peygamber sallallohu alayhi vasallam qo'yib biringlar. Bu tuga Alloh tarafdan buyurilgan. Bu mening ixtiyorimda emas dedi. Bu Salim jamoatidagi kishilar dediki, ya Rasululloh, Quboda bir necha kun turib, bu bizning Amr ibn Avf jamoatida mehmon bo'ldilar. U yoq Quba masjidini soldilar. Bizga bir faxrlangidek bir ish qilib bersizlar. Bizning shu diyorimizda namoz o'qisa ya Rasululloh dedi. Deganiki Peygamber sallallohu alayhi vasallam darhol bo'ladi deb shu hozirgi shu kelgan o'rin Peygamber sallallohu alayhi vasallam Quba masjidining oldidan shu o'rindan shu bo'ylab kelgan shu yo'l Peygamber sallallohu alayhi vasallam mang'an birdan bir hozir qadar iz o'tmagan yo'lning biri. Peygamberimiz mushadan kelib mana shu masjidniki levida bo'ldi bu voqea. Bo'lgandan keyin Peygamber sallam bo'pti namoz o'qib beray deb shu Ranuna jilg'isiniki pastga tushib jilg'iga shu yerda namoz o'qib bergan. Bu yerda namoz o'qigandan keyin hamda chunki bunda bo'lishida hamda bu Avs qabilasi bilan Hazrat qabilasi 100 yildan ortiq bularning orasida qonliq bir uch adovat bor. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Avs qabilasiniki diyorda 4 kun turib, undan keyin bu Hazrat qabilasiniki mahallasiga kelib bu juma namozini o'qib, ikkili qabilaga teng adil bir muomala qilib, ikkili qabilaniki birlashishini, ittifoqligiga Peygamber sallallohu alayhi vasallam dastlab qadamda vasila bo'lgan. Bu masjid Cuma bo'lsa, shu hozirgi Quba masjididan taxminan 600-700 metr yiroqlikda, Peygamber masjididan 2300 metr yiroqlikda joylashgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu yerda namoz o'qigan vaqtda masjid selinmagan. Bu masjidni bo'lsa Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi Madinaga vali vaqtida bir qitim yangilagan. Undan keyin Abbasiylar davrida Hijriya 155-yildan 160-yilga qadar shu oraliqda bir qitim yangilangan. Hijriya 9-asrda buni Shamsiddin Qovon degan bir kishi yangilagan. Undan keyin Osmanlılar sulolasi davrida Sultan Bayazid II zamonasida bir qitim yangilangan. Undan keyin hamda Hasan Sharbatli degan bir kishi 1350-yillar Hijriya bu vaqtda bir qitim yangilagan. Undan keyin hozirgi mavi ko'rinish bo'lsa 1409-yili Padişah Fahdinki zamanında kengaytirilgan holatda bir yangilangan. Ayni vaqtida buningda 70-80 odam patatdi.
Bu yanlışdan burun holatlarda, lekin hozirgi bu altida 650 odam namoz o'qiy oladi. Bu demak 1412-yili bu masjid pütüp musulmonlar uchun ichitilgan. Lekin buningda payg'ambar alayhisolatu vasallam juma namozi o'qigandan keyin undan keyin juma namozi o'qilgan emas bu yerda. 2020-yili 7-oyning 10-kuni ikkinchi qatim mana bu yil bu qayta bir juma namozi o'qildi. Bundan boshqa bu masjidniki atrofida bir necha ya'ni bir tarixiy o'rinlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki izg'i munosabatlik. Bu masjidniki oldida hozirgi shu yo'lniki levida İtban ibn Malik degan bir kishiniki masjidi bo'lgan. Bu İtban ibn Malik degan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuniki qarindishi bo'ldi. Yani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtida muhojirlar bilan ansarlarni bir-biriga okuga qarindosh qilgan. Umar ibn Xattob bilan İtban ibn Malik bu yerda okuga bo'lgan. İtban ibn Malikniki mishada bog'lar bo'lgan. Bu bog'niki ma'lum qismini Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga bergan. Endi bu İtban ibn Malik o'zini aytdi, yashinib qolgan, ko'zi biroz ojiz kishi bo'lg'achqa bir qatim Rasulullohning qishiga borib dediki, "Ya Rasululloh, yomg'ir yoqqan vaqtida sella kelib, men uyimning orlig'ida men patqoq bo'lib ketdi, men masjidga bir bo'lolmayman. Shuning uchun mening uyimga kelib bir namoz o'qib bergan bo'lsa, men shu yerda namoz masjidga chiqmagan vaqtimda men shu o'rinda bir namoz o'qay" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining kamtarligi bilan bu kishiniki uyiga kelib dediki, "Men nerede namoz o'qib beray? Ko'rsatgan joyingni" degan vaqtida İtban ibn Malik radhiyallohu anhu bu hozir ko'rinayotgan ma ko'ni shakli ma uyniki mishada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib bergan. Bu uy hamda tarixdan bu necha qatim yangilanib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib bergan holatdagi cho'nliq bo'yicha o'zgartirilmay yasalgan. Afsus, Saudi podshohlik davriga kelgan vaqtida bu yo'lni kengaytirish tufaylidan bu masjid chiqib tashlangan. Bu masjidniki faqat hozir bir 3 tal tosh qapti, shu ko'rinayotgan tosh, shu qora toshlar shu yo'lning levidiki, shu masjidniki shu uyning bir ishkiniki oldi. Mana bu maktab bo'lsa, Qasva madrasasi degan bo'ldi. Bu Qasva degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki to'g'isining ismi. Mana bu yerda shu Qasva payg'ambarimizning to'g'isi mangan yo'l bo'lg'achqa, shuni xotirlab bu maktabga Qasva degan ismni qo'ygan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hozirgi Qasva maktabning oldidan o'tgandan keyin yana bir o'ringa keldi bu tarixiy is. Bu bo'lsa Quba qalasi degan bo'ldi. Quba qalasi bo'lsa buni Faxriy Basha degan Osmoniylarningki Madinadagi eng oxirgi valisi Faxriy Basha saldigan. Bu yerda dushmanlarni ko'zitish, Iroqdan kelgan hujumchilarga qarata o'q etish shu tufaylidan sinilgan bu qal'a. Ayni vaqtida Madina shahri ichki shahar va tashqi shahar deb ikkiga bo'lingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki hozirgi Masjid Nabaviyningki butun o'rni ichki shahar tavasiga kirgan. Ammo qal'a bojoy bo'lsa Madina shahriningki tashqi shaharning musipilniki bir qal'asi qurganning bir ishki. Bu yerda ayni vaqtida shu inglizlarning qo'mondonligida arab millatchiligini tashviq qilib Osmoniylardan bo'linib chiqqan ashraflar jamiyatiga qarshi bu Faxriy Basha Madinadagi askari mudofaasini kuchaytirgan. Shu vaqtida taxminan 1914-15-yillari sog'an qal'a bo'lsa kerak. Bu kishi lekin oxirida inglizlarniki besimi bilan Madinani tashlab ketgan. Undan boshqa bu endi qal'aniki biz bu yerdagi muhim demoqchi bo'lgan asosiy yeri payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozni o'qigandan keyin shu qal'aniki atrofiga kelgan vaqtida Banu Najjar jamoatidagi kichik qizlar chiqib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shu Tala'al Badru alayna degan qo'shiq bilan payg'ambarimizning Madinaga kelganligini muboraklab kutib olgan joy shu. Endi ba'zi rivoyatlarda Rasululloh Madinaga kelgan vaqtida kutib olgan, Quboga kelganda deydi, u yolg'on zaif rivoyat, lekin payg'ambarimiz Madinaga kirish oldida Najjar jamoatidan diyordan o'tgan vaqtida o'rinni kutib olgan. Chunki endi bu yerda Najjar jamoatidagilarning alayda Rasulullohga bu bir qizg'in bir holatda bo'lishi
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki çoğu dadisi Abdülmuttalib'ninki onisi muş Neccar cemaatidir. Şuna bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bula hamma taraf tuqqanlar boğaşqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni alayda alqışlab müşahede şer qo'shoqlar bilan kutib olgan. Bugungi tanıştırmoqchi bo'lgan o'rinlarimiz, ziyoratimiz müşahede oxirlashdi. Aman bo'linglar, Allohga emanet.